Assalomu alaykum qadrli ko'rman do'stlar. Yaxshi kitoblar elchisi bir kitob bir olam programmasi davomli huzuringizda bo'ladi. Xalqimiz tarixdan buyon o'z bag'rida yetilgan san'atkorlarni, adiblarni, shunday palvon botirlarni, erksuyar, vatanparvar kishilarni qadrlab, ularga o'z bag'ridan o'rin berib kelgan. O'z navbatida bu shaxslarmo o'z xalqining, el yurtininki non tuz haqqini ado qilib, ular uchun ularning suyida eqib, ularning o'tida kuyib kelgan. Xalqimiz orasidagi el umidini aqlar, donqini saqlar degan hikmatni mushuninga qartilgan bo'lsa kerak. Bugun biz mushu muhabbatning turtkisida Pichan diyarida yashab o'tgan mashhur xalq san'atkori Molla Zaydin nomiga bag'ishlangan marhum yozuvchi Xayver Timur akaning Molla Zaydin haqqida qissa nomli biografik tarix romani haqida suhbat qilishni loyiq topdi. Bu kitob Şinjan Xalq Nashriyoti tomonidan nashr qilingandan keyin Sharq Shamili kitob nashr qilish turiga kirgizilgan va o'qirman do'stlarning qizg'in huzurinishiga sazovor bo'lgan. Men avval bugungi programmamizda taklif qilingan 3 aziz mehmonni tanishtirib o'tay. Şinjan Uyg'ur Abnum rayonlik qadimgi asarlarni to'plash ratlash xonasining mudiri, oliy muharrir Erkin Imminiyaz Qutlug efendi. Pichan Naya Lükçün Bazarı'nın xalq san'atkori Muhammed Niyaz aka. Pichan Naya Lükçün Bazarlık Üçkövrük başlangıç maktabındaki o'qituvchisi, yozuvchi Erkin Muhammed Haqqan muallim. Marhum yozuvchi, tarixchi Xayver Timur aka o'zining Molla Zaydin qissa nomli bu romanida albatta obrazni yaratib bo'lmaydigan mushunaq bir tavarik bir shaxsninki, o'sha xalqimizning faxrli o'g'larining bir obrazini yaratib chiqqan. Erkin aka gapimizningki beshini biz mushu Molla Zaydin, shunaqla mushu Molla Zaydin qissa nomli mushu biograf tarix romanini yozgan Xayver Timur akani eslash bilan başlasak anlataysiz. Merhum yazgıcı Xayver Timur efendim 1922 yılı Toqsin ayısının yeni mahallesinde bir hallık dehqon ailesinde dünyaya kelgan. Bu hallık degan gap nima uchun qo'shsan degan vaqtda men mushu qadimgi asarlarni to'plash, ratlash jarayonida bizning Uyg'urlar oila ahvoli yaxshi kishilar, ilm savodliq ham ma'rifatparvar xalqlarimizning qo'lida kitob ko'p saqlanadi ekan. Endi ziyoli ko'p chiqar ekan. Mushuni qarab, Xayver Timur apanning halliq boy oiladan kelib chiqqanligi sababidan u birisi savodli bo'la olgan. Ikkinchi birisi bu kishining oilasida halliq saviya bo'lg'achqa oilasidagi diniy savodlarni ko'p ta'lim olg'achqa bu odam bir ziyoli sifat ham taktiva oiladan kelib chiqqachqa asarga nurg'un taraflardan dilliq bir material to'plab chiqqan. Yana kelib Şinjanning yaqin zaman tarixida o'tgan mashhur shaxs, ya'ni Timur Ali, Timur Sijang deb tilga ilindi. Bu kishining o'g'li bo'lgan. Xayver Timur efendi 1936 yili Qashqardan yana To'qsin qaytib kelgan. 39 yildan 45 yilgacha bo'lgan oraliqda shu Urumchida Darul Ma'lumotda o'qib, o'zining ilmini texim kuchaytgan. Bu odamning bunday bo'lishida mening demoqchim, menga tunji qatim ko'rishga yakman tunishgan vaqtda men shu Abdumurali qadim kasalar ishxonasida ishlayotgan vaqtimda kelib bizning shu arabcha, chog'taycha, farscha asarlarni sar ahvol egalladi. Shuni qarab bakib bu odamning shu arabcha bilan farschadan savodi nihoyat yaxshi ekan. O'zining ijtihodlik, yana birisi tirishchan ruhi, ilm suyar, ma'rifatparvar, kitob madaniyatiga bo'lgan o'zining kuchli istiga orqali 79 yildan 80 yoki 95 yilgacha bo'lgan oraliqda shu 13 yil jarayonida Molla Zaydin haqida qissa, tong oldida baldir uyg'ongan odam, Abduqodir Damoll haqida qissa qatorliq 4 yirik asarni yozib chiqqan. Molla Zaydinning obrazi Turpan diyardagi har qaysi el ichida nayt eg'izdan eg'izga ko'chib kelayotgan nayt qiziqchi, xalqparvar, el suyar, zolim zulmlarga qarshi nafrat kuchlik mushnaq obraz. Buni hamma xalq biladi. Ammo buni bilish bilan birga buni qanday tip yoki qanday shaxs ekanligini ammoga yoki kelgusi avlodlarga yetkazib berish bu muhim masala. Demak, mushnaq ahvolda hech qanday material asos bo'lmagan Mushu Molla Zaydindek bir shaxsning
haqqida hech qanday material ega bo'lmagan xalqlarning og'zaki rivoyatlari orqali egalgan materiallarda asosan radlab yezib chiqqan bu bir tarixiy tazkir xarakterli asarning ro'yobga chiqishi bu oson emas. Demak, men o'qigandan keyin shunday tuyg'u keldimki, Molla Zaydinni haqiqiy o'zi xuddi billi yashagan, billi o'ynab yurgan, shunday qiziqli so'rinlarga billi borgandek kayfiyatda biz jamiyatga yoki biz avlodlarga yetkazib berishi bu intayin muvofiq bo'lgan yoki o'z qimmatini ana shu yer namoyon qilgan asar ekan deb o'ylab qoldim. To'g'ri. Gapingizni men bundaq bir esasga qoldim, Erkin aka. Biz Molla Zayddan iborat bu tarix shaxsini o'qib oldi bir qiziqchi bir latifichil emas. Uni eng muhimi bir xalq falsafasini yaratuvchi, xalq san'atini beytquchi deb tanishimiz kerak ekan bundan qaraganda. To'g'ri. Molla Zayddan Turpan Lüçin diyarı yashab o'tgan mashhur xalq san'atkori. Xalqninki yig'sin yig'lab kulishini kulalagan bir mardani bir o'g'lan. Undaqda Molla Zayddan haqidagi paranglar, shundaqla Molla Zayddanninki latif chaqchaqlari mushu diyardiki ammo arsida ilham davomli kelyapti. Molla Zayddan bizning diyorimiz Lüçinda tug'ilib, o'sib yetilgan bir xalqparvar bir zot ekan. Onun bu kitaplarını okup, özünün iş faaliyetlerini, onun çakçaklarını biz köp okuduk endi. Okugan için bunun keng xalq, namrat aile, namrat keng xalq olmasıniki suydu öpüp bu. Şularniki derdiga derman bu, boy hocamlar bilan maşallah bir nefes köreş kılıp, ötkendikin ta maşu güngacha Molla Zayddanni gep chiqsa, 60-yillar atroflarida biz kollektiv ishladik gumshay vaqtlarimizda. Eshitsak Molla Zayddan mening tuqqunimda, Molla Zayddan mening tuqqunim deydigan odamlar chiqdi. Ham bularni manda qarab baqsak, a kitobda yozilibdi. Lüçin, Bag'ra, mavi qo'sh uchida o'tirdi deb chaqirlar jamoatidan ekan bu odam. Haqiqatan chaqirlar jamoatdan bo'lish mumkin deb o'yladim. Molla Zayddan xalqni beshiga dard g'am tushsa, hozir pushqon turib bilan shuvalab tushadigan mundaq bir erkan endi. Buyna o'g'an ekan bu chaqirlar nayt mag'durlik haqchi, bundan so'rab baqdim men. Siz qanaq chaqirib qolgan degan ekan o'g'loqchi ekan bular. Maz odamlar o'g'an ekan o'g'loqchi, etin ko'z chaqirgan bular ekan. Shunga shu ot chaqir keldi deb qolgan o'g'loqchilar qo'rqdi ekan. Gang ma'lum vaqtlarda haq hayvib qilib shundaq bir Palvan Qasim deydigan bir zo'rni akildiki bir 112 yoshga prasab bergan. Bu odam bu zo'rni akagandiki bu zo'rni zinjirni bog'lab akildikanda, "Ha, Qasim chiqsa bizni zo'rga" desa bu zo'r soqo'dak merchik to'pstirib, "Ha, qildiki." Am haqni ko'maganda, yo'vatdiganda shunda qolgan ekan, raptaqib 4-5 og'aynisini chaqirib, "Bu yog'izat qilgan zo'rga agar sizlar men o'tirib tushib tutaman, ha qilsanglar paqt salaman buni. Deganligin ha qiltirmiz deb qap butunlay qildi. Rostdan bu yeranda boqqan bir nima ekan. Molla Zayddan bo'g'ina pir o'tirib o'tlar ekan, men tutaman degan gapga. Molla Zayddan tang to'pini surilib chaydi. Bal tutdi, ha huy o'tgan ish. Bu tantrak ketdi bu Qosim zo'r degan boyniki gongumi. Shu asnoda bu degan ha o'yini cho'ng'an Molla Zayddan bu hech kimdan qo'rqmadi, shap yanqoshlab ko'tarib ketdi. Taz gangni olib paq urgandagi bu shuna qirib, Molla Zayddan kelsan-da sen deb men shu deb shunda bir haqniki qaddan ko'tarib shu ko'targan bilan haq ochilish maydonidan uyga kirib o'tgan deb. Adam bu chaqchaq, hasha-gasha bir narsalarni biz Molla Zayddan 65 yillar yashapti bu odam o'qib 1815-yil tug'ilib 80-yillar atrofida vafot etib ketdi. Meni ishimda ketibdi bu odam. Endi bu odamniki chaqchaqlari nayt kang xalq ominiki qalbi o'rnab ketdi. Unda bo'lsa o'sha odamniki Molla Zayddan akaning shu latif chaqchaqlarini va she'r qo'shoqlarini bir ko'rma do'stlarni bir bahrilandirmamsiz. Molla Zayddanniki chaqchaqlarini men do'rab o'rganganlarni deb turay. Molla Zayddan shunday bir qiziq odam bo'lganki, haqqa bir menda yuzaklik. Shu xalq suyar, mehribon, xalqqa nisbatan
düşmana nisbatan shunday bir qattiq tarbiyalayapti ekan buni. Shuning bilan bu choqchoqchi degan bizning yurtimizni jiqlab ketdi qaslar. Bir kun do'konga kirsam, Niyozga olam deydigan bir odam bo'lsa, bugun Setniyozni bir yonchib kelay deb Setniyoz degan do'konchiga. Bu odamning laqabi Paqtakka. Bu Niyozga olam degan Go'lan degan qunoq degan gapgan bu. Shuning bilan ishtiga bo'lsa İşte halgaçtı ikiden paktek bu sayılavatdı. Sıtniyat diyen kendi. Boldu. Gündeli bu paktek diyen kendi. Fırsat açtı. Go'lan çıkıldı yemi dedi diyen kendi. Ağırlık çıktı bak. Ondan keyin şu Mulla Zayd Nakr qissa namlı romandan foydalanib ssenariyleştirilgan Pichan Melis Mashripi içinde işlenip keng xalq ommasiniki suyib ko'rishiga sazovor bo'ldi. Shundaqla yosh o'smirlarniki an'ana tarbiyasi, urf-odat tarbiyasi elishida intayin muhim rol o'ynadi. Ulug' Vang hazratlari Peqir xizmatlariga tayyor. Nereden geldin? Menma? Sen. Aqbegning yurtidan, Misboshbegning dardidan, turmush urib borniga, yiqilganning o'rniga keldi. Qili parangchilik qilasan, ha? Yo'qsa, parangchigo emasman. Shundoq bo'lsa-mu, har yili bir ikki to'qov paranglarni aplab tepib saranglarni tengi da'challarga setib yuribdiman. Odam anglab boqmagan paranglarni qiladi ekansan-ku, ha? Rahmat, Vang hazratlari. Isming nima? Onun ismi Molla Zaydin. Molla Zaydin. Anlagan. Shunday hamda qarsaqmi bu Molla Zaydin hozir bir sumovlik bir obrazga aylanib qoldi. Demak, mana bir sumovlik obrazga aylanib ketgan. Hattoki rivoyat ishlab ketgan bir shaxs to'g'riliq bunday bir biografik qissani bayon qilishning o'zi albatta uning ish izlarini davomlashtirish, uningki ish faoliyatlarininki ma'naviy bir samarasi sifatida shu diyordagi shundaqla rayonimizdagi ko'rurman, o'qirman do'stlarimizning albatta ma'naviyatini betib, ularni o'zining kiyimi shu xalq san'atkorlarini haqiqatan tanıya oladigan, ular baho bera oladigan, ularga izn oladigan bir rolning yetilishida muhim rol o'ynag'isi. Unda erkinga Molla Zayd Nakr qissa nomli tarixiy biografik romanda yaratilgan Molla Zayd obrazi bilan realni, haqiqiy Molla Zaydning o'rtasida farq bormi? Farqni yo'q deyilmaydi. Chunki bu latifalar xalqimizniki ma'naviy madaniyatning jawhari, hikmatlardan paydo bo'lgan bo'ldi. Masalan, o'z tariximizda Xo'jayin Efendi, Molla Zaydin, Salay Chaqqon, endi hozirgi hayot Efendimiz Isom Qurbon deganda kishilar, demak, ular xalqimizning tarixidan o'tgan, o'zining turmush tajribasidan o'tgan hikmatlarni yig'inchoqlab, latifa qilib bizga uyut qatorida uyutdi. Molla Zaydin biz kitob orqali ozroq narsalarni bildik. Bu Molla Zaydin haqida qissa degan asar orqali. Lekin jamiyatda shar yashagan xalqimiz, diyorimizdagi xalqning og'zidagi rivoyat, latifa cho'chaklarda bu odamning ayni vaqtdagi turmush ahvoli texim quyuq. Texim quyuq. Bu odatdagi shaxs emas, endi bu nihoyat bir yuqori saviyadagi biz bu Molla Zaydinni biz Nasriddin Efendi deb Efendi degan gapning o'zidan bilishki bo'ldiki, bu ham ustoz, muallim, hakim degan ma'noda bildirgan so'z. Biz buni Molla Zaydin deymiz. Molla degan gapning o'zi mana shu Allah o'zniki yoki nimasidan ilm tahsil qildi yoki ilmni dil soldi. O'qiganligi uchun. Shunaqa bo'ladi. Bu madrasa ma'rifini qabul qilganligi uchun bu Molla bo'ldi aslida Zaydin degan ism bilan. Endi demak, mashning qaragan vaqtida bu asar bilan ayni vaqtdagi real Molla Zaydin haqida ozroq farq bor. Demak, buning obrazi, buning psixikasi bilan aloydiligi ham shunaqla shu davrga tushib ketadigan ba'zi detallar, ushurlarda biroz farq bor demak ekansiz. Undaqda shu Molla Zaydin Nakr qissa nomli romandan keyin shu bayon usullari bilan til xosliklari hamda shu davrga
Şu tarih reallıkka siz uyg'unlashganmi? Uyg'unlashgan. Bu tarafdan men cho'qim uyg'unlashgan deb qarayman. Nimishqa desangiz, birisi bu yozuvchi Xavir Temur efendi o'zi 90da. Demak, bir Turpan o'ymonligida yashagan. Ammo Molla Zeydin Turpanning xos eng qadimiy makoni ham til shivisi ig'irroq bo'lgan Lushin diyorida yashagan. Demak, shu shivlarni o'z loyig'ida aytmagan bu odam. Masalan, men bu asarni o'qish jarayonida yerlik shivi ko'p. Masalan, Tokang deymiz, endi Asma Suvat degan gaplar. Asma Suvat, endikin yana shu bir qism Molla Zeydin bilan necha qatim o'rda kirgan vaqtida ishlagan, qilishgan paranglarda quyuq shu yerlik shivi bilan aytmagan bu odam. Demak, birisi bu asarniki yerlik shivisi muvofiq bo'lgan. Yana birisi shu Molla Zeydin'niki tili. Endikin uning har bir aytgan hikmat so'zlari, masalan, halqi misvash ilhom turlay bergan javoblari, endikin 3 nima deymiz? Yangi saliq 3 bek hojamga nonni, 3 nonni tizib qo'yib. Mushu hikmatlarda birisi bu avtor bu asarga shu yerlik şividan, yerlik örf adetlerden başka bazı yurtlarning nimlardan paylangan. Buni cho'qim e'tirof qilmayman. Shu romanni o'qish orqali birisi klassikligi bor. Yana birisi hozirgi zamonaviyligi bor. Ammo shundan biz ba'zi ismlarni, ba'zi so'zlarni topamasak, biz shu roman orqali o'zimizning til boyligini texmi beyitib, söz tapamayotgan so'zlarni onu qo'yishga, paylaşishga qimmat to'g'ri. Demisem romanda shu tarixchilik, shu vaqtdagi davr alohidligi, til xosligini aytib, o'shan eksak Abdurba Bakizdangan. Oddiysi roman o'qish davomida men sanab baqdim. Shu boshqasini qo'yib qo'ysak, she'r qo'shoqning o'zida 35 parcha she'r qo'shoq bor ekan. Men parcha dedim, buni kublet sundirilgan bo'lsa 80 necha keldi. Undan boshqa bu har bir 6 qism tashkil etgan bir roman bu. Her bir kısımdaki her bir babda, her bir böleklerde Molla Zeydin'e tutuşup gidilgan latife çakçaklar körmün. Bunu sanap olamayız. Bunu qaragan Abdur tarix çakçakları qattiq izlengen şundaqla izlengenlerini bimalal özününki küçük kalem koydu arkalık. Kalem gelip okurmen dostlar sungan. Demek Molla Zeydin eserde hem bir cini var, hem qini var, hem tarihi bilgi var, hem hazırki zaman kişilerine yıkılışa alaydıgan, hazırki zaman kişilerimiz xuddi özünün arsını badak his qila alaydıgan muşnaq bir tusni, muşnaq bir kayfiyatni şekillendiriligen. Erken ma'lum Molla Zeydin'e qısa namlıq bo'lsa, xalqimizningki vujudidagi qon qiniga singib ketgan haqqoniyatparvarlik, adolatparvarlik, insonparvarlik, mardonlikni iborat bu aktual temalar Molla Zeydin'e iborat bir tipning yardım yaxshi akseptib bilgan hamdi. Mushtaraplarniki hozirgi realligimizdagi qimmatini nima deb qaraysiz? O faqat qiziqchilar emas. O bir intayin kalisi ishlaydigan kichigidin intayin zehni o'tkir bo'lgan bir dangli yetishgan o'lima. Ham qo'lga sozni olsa yetishgan sozanda, ham bir shoir. Shuna bo'lgankin bu ayni davrda va'laniki intayin atolishga erishgan. Lekin shunda bir shaxsga nisbatan bu dastlabda oddiy bir puhroning oilasiga tug'ilib, oddiy bir dehqon bo'lib yetishgan. Feodal va'la davrida bu oddiy bir dehqonniki yurtda bunchalar bir 100 obro'y tepib, yuqori inovatga erishishi bu oddiy ish emas. Shundilla biz Molla Zeydin'niki xalq tarafida turib Wanga qandaq muomala qilib, xalq qandaq muomala qilganligidan iborat bir haqiqatni ko'rib ola olamiz. Yana birisi romanning davomidagi ko'kkapta jazosi bo'lsin. Uningdan keyingi xonning xos vakili sifatida Darin siyaqida yasinib kelgan jarayonlar bo'lsin. Bu butunlay shu xalq tarafida turib, adolatni yoqlab nurg'un ishlarni qilib xalq uchun. Mushlardan biz Molla Zeydin'ga haqiqatan bir xalqparvar, adolatparvar kishi ekanligini ko'rib olamiz. Men ta'sir qilgani, bu parasat masalasini boshqa Molla Zeydinning shundaq kayfiyatda tez inkasbachlik tarixi munosabatli bo'lgan, bundan sog'lom bo'lgan bir psixika. U bir qo'shoqchi, u bir shoir emas, u ya'ni o'z davrida bir kuchdan ko'ra palvon u. Kuchdan ko'ra palvon. O'zining ro'y intayin pokiz. Bosh undaqda Muhammad aka
Muşu hazırmı? Pişan diyarda, cümleden Lükçün diyarda muşu meşhur kızıkçı, meşhur halk sanatkarı Molla Zeydin'nin ki şiir qoşaqlarının latifelerini hele hem eğitip bildiğimde işler var mı? Hazırım var. Çıkıp ketdim. Qaysilerin köpürek aytıdık hep? Bu anaki Olmuxan evveli Olmuxan'ı yetilep deydiğen naqşları var. Ama o kitap çıkkandan keyin haq bilekten uygunluk kaldı. Bu kitabını qarab bakıp fəxrləngidək bir oğlanımız ekendi, oqtayıb yanıdan bir naqşıjatqı bir ağaynımız. Güzellik üçün degenge Molla Zeydinni qoyup təşviq etdi o. Oltun lonqlarını aldı onu etdi. Demek sizin eğitip koyamısınız şiir qoşaqlı etip çaçaqlarını? Aralab pulavul tan etmiyor. Qaysini köpürek eğitsiniz? Ben şu Olmuxan'ı kiçigimden tap bek etkan. Andan bir eğitip bizni bir uzunlandırmamsınız. Şu Olmuxan'ın naqşları köpünçe bir köpüsüne üstelse bir köpüsün çökürü. Yani bir köpüsün üstelse bir köpüsün çökürü. Mandak ettiğin bir ahval bak ya onun da. Ettim bir yukarı sanatte bende. Aslı onda kalmaz şunda mı? Şu bizim etip biz mektepte bağdıqlıp Olmuxan'ı etip şu lapart edim ki. Şunu etip bakmalar dep endi. Etkan ikella birinci gördükdə Olmuxan'ın axlığı zemcindattan paxtıdək, Olmuxan bedeni de güçü yok, külgü düşkən, kökçüdək dedi. Onu aldı da Olmuxan dep anladım, bellemekken bağladım, Olmuxan seyyarı için canını kurban eyledim de koydu. Onu dep Olmuxan'ı bir küldürüp atkandı ki, akıdılagini külgü düşkən, kökçüdək niyetidir. Başında deyitler olan tügütüdüğün. Olmuxan'ı yitilep degen naqşımda şınak. Namlı da şu adamı təvəm ekin dep koydum. Bak girdim keçilip, can Olmuxan'ı yitilip, can Olmuxan'ı yitilip, Olmuxan keynimde kaldı yol tapalmay. Temterep bağara ziva yare degan naqşekem bende bu 3 köp naqşe. Molla Zeydin hakkında kısa namlıq bu roman bir biyografik kısa buluş süptü bilen özleviydi de. Molla Zeydin hakkındaki birden bir tarih materyal bulamazsa mümkün. Ondaqda Molla Zeydin hakkında yana qimmatli qandaq tarih materiallar var. Menimce yanıla xalq işini qatsa birinci kol materyal yani xalq işinden çıkıdı. Çünkü Molla Zeydin'in bu biyografik degen bu eserinin özü hem de tercümal karakterler, nesername degen bildirdi özümüzün tilida. Hem demek bu öz doğruluk tezkire yoki bir hatır kaldırmagan boğaşka biz birinci kol materyalga yaz materyali erişemesligimiz çokum. Bunundan yanına xalq arasında saqlanayotgan, xalq arasidagi rivoyat, Molla Zeydin haqidagi tafsilotlar yana xalq arasida bor. Bunundan balkim mushu Molla Zeydin haqida qissa degan asarni texmi mukammallashtiradigan yoki mushu asosda texmi cho'nqirlab apasa bir cho'qim tarixiy davrni yoki tarixiy davr bo'lgichlik bir asar bo'lib pishib yetildi. Ham demak buning meniki ta'kidlaydiganim yana xalq arasida buning birinchi ko'rin materiali hozirmi bor. Endi ba'zi anglashlarga qaraganda shu diyor yashayotgan bir qism ziyolilar, o'qituvchilar, mutaxassislar Molla Zeydinni qayta tadqiq qilishga kirishgan. Yana kelib ba'zilar yangidan asar yozib buni matbuot o'rinlariga, nashriyat o'rinlariga topshirgan. Demak, shundan qaraganda Molla Zeydinki haqidagi bu tarix materialni menimcha cho'qim texmi cho'nqurlab yig'ib radlasak bu shaxsniki obrazi yoki tarix tarjimali ham shuning bilan birga shu vaqtda bildi hayot kechirgan Turpan Lükçün xallig'iniki tarixi texmi mukammal yurilib chiqadi deb o'ylayman. Erkinjon siz ma'lumkansiz ham undan siz qalamkashkansiz. Molla Zeydin haqida qissa nomli bu kitob yosh o'smirlar, o'quvchilarni va ularni shu vatanparvarlik, xalqparvarlik ro'y bilan tarbiyalashda qandaq ahamiyat rol o'ynay oladi? Hayotimiz efendimniki bu Molla Zeydin haqida qissa nomli romanni e'lon qilingandan keyin Abnum rayonimizning har qaysi joylarida intayin qizg'in qarshilandi. Buning misoliga
Şu Şinjan gazetininkki 1982 yıllık 4. ayının 2. gündeki, şundaqla 5. ayının 3. gündeki sallarda şu Hayratçı Osman Efendim'deki Molla Zeyd'in Meqat qissani okugandan keyin namlıq makalesi e'lon qilingan. Onundan başqa şu pichan tarix materiallari, yana Uyg'ur kulkichi ulpallari, Turpan Vanları qatarlıq kitaplarda şu Molla Zeyd'indeki latifeleri ve hayati faaliyetleri tanıştırılgan. Onundan başqa yana şu Turpan vilayetlik Edebiyat Meclisi Birleşmesi'nin reisi Ömercan Sıdık Efendim'deki Sihirlik Zemin Turpan, Süyümlük Yurtumuz qatarlıq kitaplarda Molla Zeyd'inin izleri keng kölam tanıştırılıp, şundaqla bu kitapla şu qo'sh til ma'rif o'qitish sohasidagi darsdan sidqi o'qishliq qatorida maktablarga tarqatilib, yosh o'smirlarniki vatanparvarlik, xalqparvarlik tarbiyasi ilish jihatda intayin muhim rol o'ynaydi. Molla Zeyd'in latifelerida ochiq g'ajvi, cho'nqur masxara, o'tkir kulka va o'tkir kinoya bor. Shu uning latifeleri hozirgacha xalq orasida keng tarqalib kelmoqda. Albatta biz bu yerda mush munosabat bilan marhum yozuvchi Favrtovning atini, shundaqla mashhur xalq san'atkori Molla Zeydning atini bu yerda hurmatdan tilga olamiz. Yo'lak sizni yo'laganlar yashsin, yo'gak sizni yo'gaganlar yashsin. O'zi olmay guhar yog'si osmondan, elga yomg'ir teleganlar yashsin. Demak, xalqning non tuzini ado qilganlar, xalq bergan oq sutninki hurmatini qilganlar xalq tarafidan mangu qadrlandikan, ularningki ismi nam sharifi xuddi o'zininki yaratgan latifa chaqchaqlarga o'xshash, o'zining mehnat emgaklarga o'xshash xalqimizningki orasida tarqalib bir rivoyatsima bir narsa ayniki degan ham. Bugungi suhbatimiz mishada oxirlashdi. Xayr xo'sh, xushvaqt bo'linglar.